Assalomu alaykum, Stroy bazamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bizga bugun 1-2 soat oldin yangi aboyda gullari kelgan. Xudo xolasa bu gullarini bizga Abdulaziz tanishtirib beradi. Abdulaziz, yaxshimisan uka? Charchamasdan. Uka bizga bambuk aboyda yangi kelgan ranglarini, ikkiga hozirgi narxini tanishtirib o'tsang aziz obunachilarga. Xo'p, assalomu alaykum Stroy bazaning aziz obunachilari. Bizga endiroqda ana shunday bambuk aboyda yangi ranglar yetib keldi. Aka bir qator ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Hali ochganimiz ham yo'q. Ochganimiz ham yo'q. Faqat yangi ranglarni ochib, mana shunday rasvetkaga qo'yib qo'ydik. Xo'p, buni endi razmerlardan boshlasak, xo'p aka, birinchi olib. Razmerlarni ochamiz. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Bu yog'iga eniga 1.2, uzunasiga 3. O'sha 3.6 kvadrat. 3.6 kvadrat tashkil qiladi. Ko'rishinglar mumkin. Bitta listi. Xo'p, buni ham narxi bitta listiga qarab narx qo'yganmiz. Xo'p. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $15. $15. Kelib olib ketganga arzonroq beramiz. O'tib beradigan joylarimiz ham bor. Shu rangimiz ham endiroqda keldi biz omborimizga. Biz omborimizda xudo xolasa profilga o'tib ko'rsanglar, oldin bunaqa ranglari juda ham kam edi, 10 dan past edi. Hozir xudo xolasa bir 50 ga yaqin ranglari bor. Bu bambuk aboyimizni ko'rsatib beramiz, yangi ranglarini. Yangi ranglari mana. Xo'p, keyin buni bambuk aboydagi har xil anaqalari ketibdi. Ko'pchilikda Xitoylar ketibdi, boshqa ellar ketibdi. Ya'ni farqlashni o'rgatamiz hozirlarga buni. Mana shunday turgan bo'lsa, bizniki Toshkentdagi o'zimizniki, Xitoydagi bundan ancha yupqa bo'ladi. Hozir kamerada ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Bir qator ko'rsatib beramiz aka. O'zimiznikini. Anchagina qalin bo'ladi. Ancha qalin bizniki. Kerak bo'lsa uyingizni shunga ham izolyatsiya ham qiladi. Yana bitta misol keltirib beray. Bu o'zimizga chiqadi. Xitoyda nimasi ko'payib ketibdi. Misol yeriga yopishtirishdan oldin solasizlar buni 3.6 kvadrat bir dona listini. Solganinglarda mana bu laminat qiyshayib, ichiga havo to'lib qolyapti ekan Xitoy variantida. Shu narsani aytib o'tinglar. Ikkiga oladigan bo'lsanglar, ko'proq ishonchli joylardan olinglar deb maslahat beramiz. Ushlaganinglarda o'zi bilinadi. Qalinmi? Xudo xolasa bu yaxshi bo'ladi. Agar yupqarog'i bo'lsa, olmaganinglar yaxshi. Shuni aytib beraylik. Bu aboy mo'shi ham bo'ladi keyin. Mo'shi bo'ladi. Bemalol hammomga, oshxonaga qo'ysa bo'ladi. Masalan, oshxonaga qo'ysa, ovqat tegib ketib qoladi. Bitta lotani olamiz, bitta artamiz, yo'q bo'lib ketadi. Oshxonada masalan, suv tegib ketib qolishi mumkin. Isitma bo'lmaydi. Bitta artib yuborsa, tushib ketaveradi. Yosh bola chizsa ham o'chirib yuborsa bo'ladi. Yosh bola chizsa ham, ruchkada, flansterda chizsa, bemalol bitta latada artsa o'chib ketadi. Bo'ladi salfetkada. Yana bitta anaqasi Xitoydagi bilan ajratishda, Xitoydagini sразу bunday qilsa sinib qolyapti ekan. Sinib qolyapti. Mana bitta biznikida xudo xolasa ijtimo bo'lmadi. Hech narsa qilgan. Yaxshiroq. Ancha munchaga keyin bukilmaydi ham. Ancha mo'shniyroq, qattiqroq bo'ladi. Har doimday samakkilayshi bo'ladi. Kilayni ham bitta ko'rsatsa. Bor o'zi. Mana kilayni ushlab ko'rsatib beraman. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana ushlamayapman, ukam ham ushlab turgan yo'q. Mana ko'rishinglar mumkin. Kilay mo'shniy bo'ladi. Bemalol. Bitta yopishtirasizlar, xudo xolasa, uyingiz buzilguncha turaveradi. Keyin yana bitta sizlarga layfhak aytib o'tamiz. Ukamamiz. Bu aboylarni bizdagi bor samaklayshi har xil turdagi aboylarni yopishtirishdan oldin uyingizga bitta gruntovka berib yuborsangiz, xudo xolasa, inshaalloh uyingiz buzilguncha turaveradi. Kelgan Abdulaziz bizga tanishtirib ber uka. Bu aboy bir pachkada necha dona bo'ladi? Nechta list bo'ladi? Bitta rulonda keladi bizga. Rulonda kelsa, masalan, odam o'ziga aytadi, "Mancha kvadrat kerak" desa, biz o'zidan olib beraveramiz. Bitta rulonda 3.6 dan 10 tona 36 kvadrat tashkil qiladi. 36 kvadrat bo'ladi. Bitta rulonda. Bitta rulon 36 kvadrat bo'ladi. Mana bu korobkada keladi bizdan akalar. Ko'rishinglar mumkin. Mana shunday korobkada keladi. Xitoyda o'zimizda chiqqan, chiqanaqa Xitoydagi emas. Xitoyda hali falshifka variantlaridan emas. Mana qalinligi juda ham qalin bo'ladi. Ikkiga ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda mana korobkada turgan aboylardan ochib ko'rsatib beramiz. Mana o'zini gullarini, korobkasini boshiga qiyin qilib yopishtirib qo'yishgan bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin mana. Bizda xudo xolasa katta partiyada bor. Manzilimizni aytadigan bo'lsak, Abdulaziz, manzilimiz qayerda edi? Manzilimizni aytib o'tamiz. Andijon shahar, Soy, eski majzavod ichida. Soy eski majzavod ichida. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yana hamma yo'g'ini bir qator qaytarib o'taman. Razmeri 1.20 ga 3 bo'ladi. 3.6 kvadrat tashkil qiladi. Bir dona listi.
narxi $15. Narxi Kelsa $15. tushib beramiz yana. Kelsa yaxshilar tushib beramiz. Oldin aytib beraylik, yaxshigina narxda tushib beramiz, xudo xolasa. Bu yerda ham boshqa ranglarni ko'rsatib qo'yasiz aka. Ko'rishinglar mumkin. Bu ranglaridan judayam bir seriozniy rang. Okey, yana bizda boshqa do'konlarda yo'q narsa bor, ya'ni muddatli to'lovga ham olsa bo'laveradi. Muddatli to'lovdan bir bit. Hop, xolasa bizda naqd pulga, ya'ni muddatli to'lovga olsa bo'ladi. Muddatli to'lovga olish uchun bitta pasport va plastik karta kerak bo'ladi. Xolos. Keyin bitta minus tomoni, faqat uni onlayn tarzda rasmiylashtirib bo'lmaydi. Faqat biz ofisimizga kelishga to'g'ri keladi, Andijon shahriga. Andijon shahar, Soy eski mazavod ichida joyimiz akalar. Esdan chiqarib qo'ymaymiz. Pastda telefon nomerlari, telefon qilamiz. 90 141 43 43 qilib, xuddi shu ko'rib turgan ajoyib bo'ladi. Olib kelsanglar bo'ladi. Xohlasanglar naqd pulga olasizlar, halol muddatli to'lovga. Keyingi videolarda ham shu ranglarini ochib ko'rsatib beramiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.